Koreyada yo'l chetidagi mana bunday telefon apparatlariga e'tibor berganmisiz? Ular hali ham ishlaydi. Koreyada chorrahalar va yo'l chetlarida shunaqa telefon apparatlarini ko'p uchratasiz. Ko'pchilik ularni e'tiborsiz qoldiradi, lekin ular juda muhim vazifani bajaradi. Yo'l chetidagi mana bunday telefonlar nima uchun kerak? Buni ko'rib siz ham hayron qolasiz. Bu ayniqsa chet elga safarga chiqqan odamlarga juda qo'l keladi. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. 10 won, 50 won va 100 wonliklarni qabul qilar ekan. Biz birinchi quloqchinni olamiz va summani kiritamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda 100 won tushdi degan xabar keldi va biz nomerni teramiz. Nomerni terib turib qo'ysanglar bo'ldi, o'zi gudoq ketadi. Bu telefonlar favqulodda holatlar uchun o'rnatilgan. Masalan, avtohalokat yoki yong'in yuz bersa, shu yerning o'zidan politsiya yoki tez yordamga bepul qo'ng'iroq qilasiz. Qariyalar, yo'lovchilar yoki mashinasi buzilgan odamlar uchun bu juda kerakli narsa. Telefonda gaplashilmaydigan bo'lsa, summani qaytib beradi. Mana ko'tarilmadi. Bo'ldi. Summani qaytib olsanglar bo'ladi. Juda oson. Va favqulodda qo'ng'iroqlar bor. Mana bu favqulodda qo'ng'iroqlarni tugmachalarni bossanglar bo'ladi. Texnologiyalar zamonida bunday oddiy tizimlar hali ham katta ahamiyatga ega. Koreyaga kelsangiz, yo'l chetida shunaqa telefon apparatlarini ko'rib, ularning asl maqsadlarini aslo unutmang.